xuddi sizning ham benzopilangiz shunday bug'ilib o'chib qolyaptimi? Birgina atverka yordamida ligirovka qilishni o'rgatib qo'yaman. Benzopilamiz tepa qismida xuddi shunday kirishkasi bo'ladi. Kirishkasini ochib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, vozdux bor. Ora-orada benzin bilan yuvib turish kerak. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, o'ng tomonda havoni ligirovkasi, chap tomonda gazli ligirovkasi. Havo bilan gazli ligirovkalarni ozginadan 1 rezba, 1,5 rezba qisamiz. Ko'p holatlarda benzopilamiz obkatkadan keyin bug'ilib qoladi. O'sha holatda ozgina qisib qo'ysanglar, yana ham chiroyli ishlaydi bug'ilmasdan. Endi buni bir yurg'izib ko'ramiz. Xuddi shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Benzopilasi bor tanishingizga videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.